Hammaga salom. Men sizlar bilan yana bir g'iybatlashmoqchiman-da. Tak, O'zbekistonga hozir katta miqdorda, kolичествоda anaqa Xitoylar kirib keldi. Kimlar uchundir juda katta tragediyada. Men masalan hali O'zbekistonga 2,5 yildan beri borganim yo'q. Конечно, men u yerda nima bo'layotganligini ko'rganim yo'q. Plakatlar Xitoy yozuvlari bilan osilyapti. Yoki Xitoylar ko'p joylarda bozorlar, katta bozorlarni egallab olyapti. O'zbekiston aholisi o'ziga yetarli darajada ko'pchilikni tashkil qiladi. To'g'ri, men siyosatga aralashmoqchi emasman. Kimlardir bir narsa ma'lumot tashlab otib yotmanglar. Men shunchaki o'zim fikrimni aytyapman. Haqliman deb hisoblayman. Tak. Shunday ekan, bu menimcha unaqa tragediya emas. Bu borada hamma o'ziga yarasha fikrlarni, nimalarnidir aytib yotibdi. Men shunchaki real ko'z bilan qarashga harakat qilyapman-da. Xo'p, O'zbekistonni Xitoylar bosib ketdi. Bilasizmi nima? Больницаga borsangiz, очередь ko'pligidan odam tashqarida qoldimikin deb o'ylaysiz-da. Hamma будто больницаga, bozorga borsangiz, hozir bo'yna больницadagilar hammasi yurib ketdimi? Bozor ketdimi deb o'ylaysiz-da. Bozordan tashqarida odam qoldimi deb o'ylaysiz. Mirzaxonaga borsangiz, voy blin, hamma Mirzaxondami deb o'ylaysiz-da. Xuddi shunaqa. Xuddi shu qatori, masalan, Xitoy O'zbekistonni bosib ketganda, dunyoni qaysi burchagiga bormang, xuddi shunda O'zbekiston ham bor. O'zbekistonliklar da millatidan qat'iy nazar. Qayerdansan desangiz, men bugun hozir Kusherbayevning videosini ko'rdim. Xitoyga borgan ko'chada bemalol hamma har qadamda o'zbeklar uchrayapti. Ular bilib bormagan, shu yerda Kusherbayev ketyapti deb, to'g'rimi? U tasodif. Xuddi shunaqa. Qaysi mamlakatga borsangiz, o'zbeklar ham ko'p. Xavotirlanmang. Nima birovdan narsa yegazaki, birovga narsa berishga o'rganish kerak-da. U Xitoylar borgan bo'lsa, no'shto, yaxshi-ku. Yaxshi tomonni qaynab aytmoqchi, hammani dunyoning yorqin tarafini ko'ra bilish kerak. Hamma narsaning yaxshi tomonini ko'rish kerak deydi. Shunday Xitoyliklar borgan bo'lsa yaxshi. Xitoyga borib Xitoyliklar ko'rishga imkoni yo'qlar. O'zbekistonda Xitoyda ko'ryapti. Bitta so'z o'rgansa ham 10 ta so'z o'rganyapti. Nimasi yomon? Ular ham o'rganyapti. Xitoyliklar yozib qo'ysa, masalan, hozir men Koreyada men har bir endi boshqalarga o'xshab chiroyli joylarga, hanermanlarga borishga imkoniyatim yo'q. Bu yerda ham Samarqand restorani, Toshkent bir narsasi, Vodiy, Farg'ona, unaqa yozuvlar bu yerda o'ziga yetarlicha mechitlar bor. Hech bir koreys masjid qurib olibsan deb anaqa buz tashlayotgan joyi yo'q. Nega namoz o'qiyapsan deb anaqa joy namoz tortib olayotgan yo'q. Shu yerda namoz o'qib yuribdi, ro'za tutib yuribdi, sumalak sotib yotibdi. Bitta nishonlar yo'q edi, nishonlar ham kirdi bu yil. Halim qilib sotishyapti. Shuni o'ziga ep ko'rgan koreyslar ham tatib ko'ryapti. Bu nimasi yomon? Shu siz bilan men bahona bor tovog'im, kel tovog'im bor-ku. O'sha davom etyapti-ku. Hech tragediya qilmaysizlar. Shunchaki, yaxshi bo'libdi. Birov mehmon kelsa, har kun ba'zi yangam bo'lardi bolaligimizda. Men uyimizga mehmon kelsa, jahlim chiqmaydi. Naborot xursand bo'laman. To'g'risida O'zbekiston sharoitida anaqa har kuni qozoningizda go'sht qaynamaydigan oilalar ko'p. O'zim ham mana shu sharoitda katta bo'lganman. Yangamning boydan gap. Mehmon kelsa yaxshi-ku. Erim har kuni bolalarimga go'sht yedira olmasa, mehmon kelgan kuni uyalganidan polibom go'sht olib keladi. Bolalarim o'sha go'shtni yeya olmasa ham mayli, o'sha go'shtni ovqatdan yeyapti-ku. Go'shtning bor ta'mi, kuchi ovqatga, boshqa mahsulotlarga uryapti-ku, o'shani yeyapti-ku. O'shaning uchun men kelgan mehmonga xafa bo'lmayman. Ular qaytanga rizq beradi. O'sha birovlar bor, jonga tegdi, ammasi yana keldi. Kecha opasini kuzatsam, bugun singlisi keldi.
Meni yerda peshonamda akasi o'tiradi. Shunaqa deydiganlar ham bor. Boshqasi bor, yaxshi bo'ldi kelgani. Opasi uyalganidan qozonga go'sht soldi erim deydigani bor. Endi dunyo, fe'l, atvor har xil. O'zim ham kezi kelganda yelka tomirim tortishib qoladigan vaqtlar bor. Prosta bir-birimizga nima deydi, dalda bo'laylik, emotsiya beraylik, pozitiv ulashaylik. 4 kunlik dunyoda hammamiz o'tamiz ketamiz. Shu xitoyliklar borsa ham shu O'zbekistonga, biz yo Koreyaga kelsak ham Koreya torayib qolmaydi, yo O'zbekiston torayib qolmaydi. Bor yer o'sha bor yer. Ya kengayib qolmaydi, yo torayib qolmaydi. Siz o'shani haydaganingiz bilan sizga joy kengayib qolmaydi. Yo sizning rizqingiz tortib olib yemayapti. O'shalar kelgani bahona, masalan, O'zbekiston ham nimalardir, shu Xitoylar bizning yomon jihatimiz ko'rib ketmasin deb davlat ham nimadir sharoit qilsa kerak, shularga yaxshi jihatimizni ko'rsataylik deb. Ular sizga siz bilan muloqotda bo'lsa, ular o'zbek tilini o'rganadi. Shu bahona men boyagi Xitoylar qaytib ketgandan keyin mamlakatiga, boshqa mamlakatga borsa, men shunaqa O'zbekistonda bo'luvdim. Ularda shunaqa sharoit, ular shunaqa xalq, O'zbekistonda unaqada o'rganadi. O'zbekistonda taomlari hazar qilmasdan bir-biringiz bilan oldi berdi qilingizlar. Mana bu yerda ham masalan ba'zi koreyslar bo'ladi. Mana milliy taomim, milliy boshqam deb ko'rsatadigan bo'lsangiz, ba'zilar otritsat qiladi, yemaydi. Yo'q, bizga mumkin emas deydi. Xuddi siz bilan menga o'xshab, ularning ham o'ziga yarasha aqidasi bordir. Buni to'g'ri tushunish kerak. Yemasa yemabdi, no ishto. Oyda o'zingiz yeb qo'ying, bo'ldi. Ba'zilar bor, ber, tatib ko'ring deydiganlar bor. Hozir masalan o'tiribman, somsani hidi chiqyapti. Koreyslar bordir, nimaga menga yoqmaydigan hid chiqaryapsan demaydi-ku. Somsa bersangiz ham ba'zilar yeydi, ba'zilar yemaydi. Sumalaklarni ba'zilar sotib olib ko'radi. Mana masalan muslim magazinlar deydi, rus говорящиlar ochgan, o'sha muslim magazinlarga kirsangiz, shu magazinlarga kirsangiz, hozir ko'plab bosh anaqa yoshlar qiziquvchan bo'ladi, yoshlar kirib keldi. Hozir qarilar ham anaqa bir kun shu magazinda ishlaganimda pirashki isoyo desa, hayron qolibman. Bu pirashki yeydimmi desam, men nima deyotganimni bilmasdan men sherigimga gapiryapman. Voy, bular pirashki yeyishni boshladimi desam, ber, bu har kuni yeb ketadi dedi. Qarigina inson endi. Shunday ular bizning narsalarimizni yeb o'rganyapti. Buning yomon jihati yo'q. 4 kunlik dunyoda yaxshi yashab qolaylik, bir-birimiz bilan inoq bo'laylik, o'zingizni ehtiyot qiling, qo'lda qo'lga beraylik. Yana bitta gapda, masalan, biz bahoni shu bilmagan koreyslar, Kusherbayevning videosida ko'rdim. O'zbekiston haqida hali ko'pchilik mamlakatlar bilmaydi. Siz bilan men haqimda biz masalan Koreyadamiz yoki men Germaniyadagi yoki New Yorkdagi bir ikkita O'zbekistonliklar bor ekan, o'shalar kuzatib boraman. O'shalar bahonali bilishadi. Shu O'zbekistondan ketdi. Shunaqa mamlakat bor ekan. Bormasang, kelmasang o'rtada sil tovog'im deydi-ku. Shu bormasa, kelmasa bir-biriga o'rtada sinadi. Borgan kelgan yaxshi. Buning yaxshi tomonini ham ko'ra bilish kerak.